Assalomu alaykum obunachilarimiz. Men navbatdagi darozani ham ko'rishingiz mumkin. Juda fason. Bundan oldin ham qo'ydik bir nechtasini. Bu ham juda chiroyli chiqqan ekan. Ko'ryapsiz, mikroasfalt rangda bo'yab, qora nerjoykadan foydalanib, glansiy yopishtirib, tayyor holatga keltirilgan. Yaqinroq ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, oldin listlari mana ko'ryapsiz, referenka list deydi. Bu bir uch listdan foydalanilgan. Ko'p obunachilar biladi, referenka list darvozadagilari hammasi bir uchdan qilinadi. Tepadagi lazerlar esa qalin listdan foydalanilgan. Ya'ni 1.3 emas, 1.8 listdan foydalanilgan. Yo'llarga 8 ga 6 profil ishlatilgan. Mana 1.3 u ham, pastiga 8 ga shivil ishlatilgan. Mana ko'ryapsiz, ikkita ruchkasi ham bor, chiroyli holatda turibdi. Profillari ham 1.3 dan 6 ga to'g'ri ishlatilgan. Ichida karkas to'qish uchun. Tepa ham xuddi shunga o'xshash, ya'ni 8 ga 4 profil ishlatilgan. Holati juda chiroyli. Razmerga keladigan bo'lsak, 320 ga 320. Eni ham 320, balandligi ham. Qanot to'liq ochiladi. Kalitkasi mana bu o'ng tomonda qilib yasalgan. Deyarli sezilmaydi. Ya'ni o'ng tomonda bunga zamok qo'yilsa bo'ldi. Holati ideal holatda, juda chiroyli yasalgan va kraskasi ham hammasi joy-joyida. Hech qanday muammoni to'g'risi ko'rmadim. Mana nerjoykalarni yopishtirib, hammasini joy-joyiga qo'yib, qo'shgan tepa ochiq. Orqa tomonda salafona bor, lekin orqa tomon yopilmaydi. Ya'ni lazer taqiya degan qismi ochilmaydi. Havo aylantirish uchun moslab qo'yilgan tepa tomonda yana yopilmaydi. Bemalol qo'shish mumkin. Juda chiroyli. Bu darozani narxi keladigan bo'lsak, 7.200 mingga vodiy bo'ylab o'rnatib beraman deyishyapti. Ya'ni undan u yog'ida, ya'ni orqa toshga bo'ladigan bo'lsa, boshqa respublika bo'ladigan bo'lsa, albatta narxini kelishib turadi. Lekin vodiyga 7.200 mingga olib borib o'rnatib beriladi. Shu razmerni yana qaytarib o'taman, 320, balandligi ham 320. Ozgina kengroq joy bo'lsa, bemalol bu tushadi bo'lsa. Qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ekrandagi raqamga qoldirib qo'yganmiz. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun